Obzorlarimizda одиночка emas, dvoyka emas, naqd troyka obzorlari. Ya'ni qizlar shapichkasi buni четверка desa ham bo'lar ekan. Shapichkasi, ya'ni bonisi mana sizlarga yechib ko'rsataman. Uzungina boshqa narsalar bilan ham bemalol kiysanglar bo'ladigan boni, ustidan takshi boshqa narsalar bilan ham o'rasa bo'ladigan yumshoqqina trikotaj sharifi, ustidagi abayasi va ichidagi ko'ylaklari o'zi bilan birga chiqarilgan abayali ko'ylaklarimizdan keldi qizlar. Ichidagi ko'ylaklari ham hib trikotaj, yangi yo'q ko'rinishda yumshoqqina deb qizlar, shunaqa maza qilib kelsizlar. Resvetkasi esa 4 xil resvetkada, bejevisi bor, голубой bor va koralloviy ranglarni topsanglar bo'ladi. Oldida bitta bog'ichi bor qizlar, xohlasanglar boylaysizlar, xohlamasanglar boylamaysizlar. Qo'llari esa mana bunaqa chiroyli ukrasheniyalar bilan to'ldirilgan. Juda ham chiroyli narsa, uzunligidan xavotir olmanglar mana qizlar. Uzungina